Matto, No'g'at Qo'barchini tutgan futbolchilari hozir birinchi, ikkinchi, uchinchi o'ringa kurashadi. Birinchi o'ringa kurashadi. Hozir No'g'at rayoniga qarashdi. Qudash, Boyaman, men olma kelib ketmaychi-ku. Qudash, Boyaman. Bordiq. Stadionda bo'ldi. Qudashni ham tuqragan. 2025 yil 12 oktyabr kuni soat 4:30 bo'ldi. Qarangizlar. Kim bo'g'laydi siz, ey? Tak, 90 kilogram salmoq taqlarni yozilganlarni chaqiramiz menga. Sizlar sar bo'lsang, o'g'irroqsizlar. Shuning sizlarga 18 gacha hisoblayman. Ketdi. Tak, mana bu yerda jetmish, dadam. Bardim sirtqa chiqqilay endi. Sizlardan so'ranicha. Voy. Asha maraqa chekaga o'tirg'lar. Ha, jilg'lar. Ana qanotdan bo'ldir, sizlar ham jilib olinglar. Orqalarda qancha oqsoqollar ko'rib o'tadi. Ana qara. Ular yo'q. Ularlarda o'g'ilni boshqa o'g'ilni tashmayman. Ha, yangi yerda o'g'ilda ko'rdim, boshqa yerda o'g'ilda tash jeydi degan. Yesa. Yerga tush. Damir, yurak ket. Qalmashtiram. Qo'shanaga sam chekaroq qalmashtirib olasiz, ha. Bu yoqda biz 90 da boshlaymiz. O'ta qoldirib. Chaqirsa ol, polvonni tanda. Ana ne, 90 qilaram, quloq solg'ila. Mana bu yerdan chuchug'loqdan o'zing tandaysan. Ana men ukamni tandab olibman. Jeddosim tan. Tuvandar, jangi balani qo'raman deb ana bu Marlon polvon qavurg'asini qayrab olib turdi. Qaltis yig'ildi-ku. O'shanga Roman polvonga berdi. Bir qo'l chap qo'yingizlar. Yekordan dunyo chempionlari. Esni boshqa yerlik bo'lganda qavurg'asi qayrilsa ham kurashtiradi dedik. Bular ertaga chaqinda chempionatga borishadi. Shuning uchun biz ehtiyot qilamiz. Bular To'g'onlar, daha ko'rsatdi, janob Savon. Dadi, Jaloliddin uni